13 yaşda baldır muhabbetlashib qilishdan qanday oqibat elib keladiganligini siz bilamsiz. Andan keyin shu 13 yoshli qizninki muhabbati ash qizbalni tog'liq rayonga olib borib qancha pulga sotadi? Bak azam pul. Buni mazmunni o'zim deb birma. Yaxshi mislar ko'pchilik hammalarga go'zal kunlar yor bo'lsin, kunni bir dil olmoqchi bo'lsangiz diqqatingiz begimda bo'lsin. Begim tan tarbiya kiyimlar sotadi vallah. Sotganim sut ajoyib yaxshisin sotadi. Ehtiyoj borlar qo'shadigan nomerlarni qoldirib qo'yinglar. Begim o'z qo'shib oladi. Bak azan setib beryapman. Qanday nima ishqa desanglar, men boshqalarga o'xshash vallah. Kirayimni qo'shib etmayman. Mayli Guangzhouga boray, mayli Putyanga boray. Yotiqimni qo'shib etmayman. Tamoqimni qo'shib etmayman. Singlim o'z sepirdi molni. Manda pezir baju. Singlim o'z sepirdi. Shunlashqa mening mollarim nihoyat azon. Ikkinchi qo'llamayman. Cho'qim birinchi qo'llamadim. Singlim o'zi sepirdi. Men deyinglar. Azaylanglar. Sifatlikninglar. Dahshat paysninglar. Mazmunga kelsak hamda mazmunni bugunga so'zlab birma billah. Bak paysini so'zlab birma. Bugun kechda chiqara olsam, chiqara olgancha chiqaramay qolib qolsam, kechda chiqarmas. Bak paysini. Birinchisi odam go'shi, odam kallasininki go'shni yeydigan mazmunni. Ikkinchisi 13 yoshda baldir muhabbatlashib qolgan bir qizninki muhabbatining bu qizni opirib setib etganligi tog'liq rayonga, yana qandoq qechib chiqqanligi. Bu bir kinodek-ku. Haqiqatan bakpayiz kinodek bir mazmun. Qiziqadiganlar begimni qo'shilang. Anlamagan diloni anglaysiz, ko'rmagan naq maydonga boshlab kiraman. Oxirida hammanglarga go'zal kunlar yor bo'lsin. Bayraminglar muborak bo'lsin, qutlug' aytinglar muborak bo'lsin, hammanglarning tini salomat bo'lsin, oilanglar baxtli bo'lsin. Yana qanday gap so'zlar deb bakchiq keldi. Bakchiq keldi deyamadim. Manda tabiiy turib ishlamak oson emas ekanmi vallah. Rahmat hammanglarga go'zal kunlar yor bo'lsin.